Assalomu alaykum aziz do'stlar, musofirdagi ukalar, mana bugun darvozamiz o'z joyiga olib o'rnatildi. Bugun darvozamizni manzili Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qoraqo'yli qishlog'iga olib o'rnatib berdik. Darvozamiz ikki darvozamiz ikkilik listaga berildi. Razmerlarini aytib o'tsak, eniga 270 bo'ldi, bo'yiga 3,5 metrga olib o'rnatib berildi. Kasırı kısımları bilan burada. Darvozamizning materiallarini aytib o'tishdan oldin, ishimiz yoqsa like bosib qo'yasizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Darvozamizning materiallarini aytib o'tsak, stoykalarimiz shviller bo'ldi. Ikki yoni tagiga, mashina kirish qismiga shviller 10lik shvillerdan qo'yib berdik. Profillarimiz 6 ga 4 bo'ldi. Listlarimiz 2lik lista bo'ldi, qora rossiyskiy lista. Davlat juda chiroyli chiqdi. Ranglarimiz mokriy rang bo'ldi, matviy svetda bo'lib chiqdi. Zamohlarimiz zubur zamohda bo'ldi. Ochilib bekilishlarni ko'rsatamiz. Buni metr kvadratini 850 ming so'mga o'rnatib berdik. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Kazirlarimiz eniga yo'l tomonga chiqishiga 1,5 metrga chiqdi. Eni qismiga 350 santimetrga olib o'rnatib berdik. 4 ga 4 profildan 4 ga 2 profil ishlatilgan, 3 ga 2 4lik bo'ldi. Bundan qo'yib chiroyli qo'ydik. Kazirlarimizni 500 ming so'mga olib o'rnatib berdik. Metr kvadratini. Noqulsiz juda chiroyli chiqdi. Buning ichida eshikchalari ham bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Ichida eshikchamiz yonida turgan. Katta soatda bo'ldi. Razmeri eniga 120 bo'ldi, bo'yi 2 metr razmerga bo'ldi. Kazirovlar bilan juda chiroyli chiqdi. Kazirogimiz 165 ga eniga bo'ldi, faqat yo'lga chiqish qismi 1 metrga bo'ldi. Juda chiroyli bo'lib chiqdi bu. Buni quyoshdan saqlash maqsadida qo'yildi. Quyoshga bitgan ekan.